Bugungi ma'lumot juda muhim. Agar siz pensiya, nafaqa, ijtimoiy yordam, kompensatsiya yoki davlat tomonidan beriladigan boshqa to'lovlarni olayotgan bo'lsangiz, 15 avgustgacha identifikatsiyadan o'tish masalasini jiddiy qabul qiling. Chunki ayrim holatlarda identifikatsiyadan o'tmagan fuqarolarning to'lovlari vaqtincha to'xtatilishi, ya'ni bloklanishi mumkin. Men bugun sizga vahima tarqatish uchun emas, balki kimlar xavf ostida, kimlar xotirjam bo'lishi mumkin, qayerga murojaat qilish kerak va qanday hujjatlar kerak bo'lishini oddiy tilda tushuntirib beraman. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki bitta kichik xato sababli odam bir oy yoki undan ko'proq muddat pulini ololmay qolishi mumkin. Hozir kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ogohlantirishlar aynan vaqtida yetib borishi kerak. Ayniqsa uyda yoshi katta ota-onangiz, nogironligi bor qarindoshingiz yoki ijtimoiy yordam oladigan tanishingiz bo'lsa, bu ma'lumot ularga ham tegishli bo'lishi mumkin. Avval qanday edi? Ilgari ko'pchilik pensiya yoki nafaqani bir marta rasmiylashtirib qo'ygandan keyingi oylar davomida to'lov avtomatik tarzda tushaveradi deb o'ylardi. Masalan, odam pensiyaga chiqqan, bank kartasi ochilgan, pensiya jamg'armasiga tegishli ijtimoiy organ ma'lumotlarini tizimga kiritgan. Keyin har oy belgilangan sanada pul kelgan. Fuqaro ko'p hollarda qo'shimcha tekshiruvdan o'tmagan. Faqat hujjat muddati tugasa, yashash joyi o'zgarsa yoki boshqa muammo chiqsa, shunda chaqirilgan. Endi esa davlat to'lovlarini aniq odamning o'ziga berilayotganini tasdiqlash, soxta oluvchilarni chiqarib tashlash, vafot etgan, chet elga ketgan, hujjatlarida nomuvofiqlik bor yoki ma'lumotlari yangilanmagan shaxslar bo'yicha tartib o'rnatish kuchaymoqda. Identifikatsiya degani oddiy qilib aytganda, davlat yoki bank tizimi siz haqiqatan ham o'sha to'lovni olishga haqli shaxs ekaningizni tasdiqlaydi. Bu pasport yoki ID karta ma'lumotlari, JSSHIR, biometrik ma'lumot, yashash manzili, telefon raqami, bank kartasi. Ba'zi holatlarda esa shaxsning o'zi kelib tasdiqlashi orqali amalga oshiriladi. Nima uchun bu o'zgarish qilinyapti? Men buni shunday tushuntiraman. Davlat byudjetdan chiqayotgan har bir so'm aniq egasiga borishi kerak. Masalan, bir mahallada 200 nafar pensiya oluvchi bor. Ularning orasida kimdir hujjatini yangilamagan, kimdir boshqa davlatga uzoq muddat ketgan, kimdir kartasini qarindoshiga berib qo'ygan. Kimdir esa bankdagi ma'lumotlarni eski pasport bo'yicha qoldirgan bo'lishi mumkin. Tizim bunday holatlarni ko'rsa, to'lovni avtomatik davom ettirishdan oldin bu odamning shaxsi tasdiqlanganmi degan savolni qo'yadi. Shuning uchun 15 avgustgacha degan muddatga befarq qarash kerak emas. Agar sizga SMS kelgan bo'lsa, mahalla xodimi ogohlantirgan bo'lsa, bank yoki pensiya bo'limidan identifikatsiya kerak deyishgan bo'lsa, keyin boraman deb yurish xavfli. Chunki muddat o'tgandan keyin tizim to'lovni to'xtatishi mumkin. Bu pul butunlay yo'qoladi degani emas, lekin to'lov vaqtincha ushlanib qoladi. Keyin uni tiklash uchun yana murojaat, tekshiruv va vaqt kerak bo'ladi. Endi kimlar ko'proq e'tibor berish kerakligini batafsil ko'rib chiqamiz. Birinchi navbatda yoshga doir pensiya oluvchilar. Masalan, 68 yoshli otaxon har oy 20.200.000 so'm pensiya oladi. U bank kartasidan foydalanmaydi. Pulni ko'pincha o'g'li yechib beradi. Otaxonning eski pasporti ID kartaga almashtirilgan, lekin bankdagi ma'lumotlar hali eski hujjat bilan qolgan. Mana shunday vaziyatda tizimda nomuvofiqlik chiqishi mumkin. Bankda boshqa hujjat raqami, pensiya tizimida boshqa hujjat raqami, shaxsning o'zi esa biror marta kelib tasdiqlamagan. Natijada pensiya keladigan kun pul tushmay qoladi. Keyin oila bankka boradi. Bank esa avval identifikatsiyadan o'ting deydi. Ikkinchi toifa nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi oluvchilar. Bu yerda yanada ehtiyot bo'lish kerak. Chunki nogironligi bor insonning harakati cheklangan bo'lishi mumkin. U har safar idoraga bora olmaydi. Masalan, iki guruh nogironligi bo'lgan ayol har oy 800.000 so'm atrofida to'lov oladi. Uzoq vaqt kasalligi sababli uyda bo'lgan. Telefon raqami esa boshqa odam nomida. Agar tizim tasdiqlash uchun SMS yuborsa, xabar ayolga yetib bormaydi. Agar mahalla yoki ijtimoiy xodim xabar bergan bo'lsa-yu, oila buni jiddiy qabul qilmasa, keyingi oy to'lov kechikishi mumkin. Shuning uchun bunday oilalarda qarindoshlar oldindan harakat qilishi kerak. Uchinchi toifa bolalar nafaqasi, moddiy yordam, kam ta'minlangan oilalarga beriladigan ijtimoiy yordam oluvchilar. Bu to'lovlar oilaning daromadi, tarkibi, yashash sharoiti va hujjatlariga bog'liq bo'ladi. Masalan,
Bir oilada 3 nafar bola bor, ona har oy 600 ming yoki 700 ming so'm yordam oladi. Agar oilaning yashash manzili o'zgargan bo'lsa, lekin tizimda eski manzil qolgan bo'lsa yoki xotinning nikoh, ajrim, ish joyi, daromad ma'lumotlarida farq chiqsa, yordam qayta tekshiruvga tushishi mumkin. Identifikatsiya faqat men tirikman degani emas. Ba'zan mening ma'lumotlarim to'g'ri, men shu oilaga mansubman, shu manzilda yashayman, shu to'lovni olishga haqliman degan tasdiq hamdir. 4-toifa. Uzoq vaqt davomida pulni o'zi olmay, kartani boshqa birovga berib qo'yganlar. Men bu holatni juda ko'p ko'raman. Kampir yoki otaxon kartasini farzandiga beradi. Farzandi har oy pulni yechib olib keladi. Buning o'zi jinoyat degani emas. Agar oila ichida kelishuv bo'lsa, yordam berish mumkin. Lekin tizim nuqtai nazardan savol tug'iladi. Pensiya oluvchi shaxsning o'zi qayerda? U tirikmi? U pulini olayaptimi? Undan rozilik bormi? Ayniqsa bir necha oy davomida shaxsning o'zi bankka bormagan bo'lsa, biometrik tasdiqdan o'tmagan bo'lsa, muammo paydo bo'lishi mumkin. 5-toifa chet elda yurganlar yoki uzoq muddat yashash joyidan ketganlar. Masalan, bir fuqaro pensiya yoshida, lekin farzandlari bilan Rossiya, Qozog'iston, Turkiya yoki boshqa davlatda yashab turibdi. Pensiya kartasiga O'zbekistonda pul tushadi, qarindoshi yechib beradi. Agar tizim shaxsni tasdiqlashni talab qilsa, u odam o'zi kelib yoki belgilangan tartibda tasdiqdan o'tishi kerak bo'ladi. Aks holda to'lov vaqtincha to'xtashi mumkin. Bu yerda alohida tartiblar bo'lishi mumkin. Lekin asosiy qoida bitta. Shaxsning holati tasdiqlanishi kerak. Kimlar hozircha ko'proq xotirjam bo'lishi mumkin. Agar siz yaqinda ID karta olgan bo'lsangiz, bankda shaxsan identifikatsiyadan o'tgan bo'lsangiz, telefon raqamingiz o'z nomingizda bo'lsa, pensiya yoki nafaqa kartangiz faol bo'lsa, sizga hech qanday ogohlantirish kelmagan bo'lsa, tizimdagi ma'lumotlaringiz mos bo'lsa, xavf ancha past bo'ladi. Lekin men baribir tekshirib qo'yishni tavsiya qilaman. Chunki ko'pincha odam hammasi joyida deb yuradi. Lekin bankda eski pasport raqami, mahallada eski manzil, ijtimoiy reyestrda esa boshqa telefon raqami turgan bo'ladi. Endi istisnolar, nozik joylar va ko'pchilik bilmaydigan jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat, to'lov bloklansa, bu endi umuman pul berilmaydi degani emas. Ko'p holatda bu vaqtinchalik to'xtatish bo'ladi. Ya'ni tizim avval shaxsni tasdiqlang, keyin to'lov davom etadi deydi. Lekin muammo shundaki, siz pulni aynan kerak paytda ola olmay qolishingiz mumkin. Masalan, dori olish kerak, kommunal to'lov bor, oziq-ovqat kerak. Bir oylik kechikish ham oila uchun katta muammo bo'lishi mumkin. Ikkinchi nozik jihat, har bir odamga bir xil tartib qo'llanmasligi mumkin. Kimdir bank orqali identifikatsiyadan o'tadi, kimdir mahalla yoki ijtimoiy xizmat orqali, kimdir pensiya bo'limiga borish kerak bo'ladi. Chunki to'lov turi har xil, yoshga doir pensiya boshqa, bolalar nafaqasi boshqa, moddiy yordam boshqa. Shuning uchun qo'shnim bormadi, unga pul tushdi. Demak men ham bormasam bo'ladi degan xulosa noto'g'ri. Har bir shaxsning ma'lumotlari alohida tekshiriladi. Uchinchi nozik jihat, faqat karta egasining o'zi emas, ba'zan vakil masalasi ham muhim. Agar kishi yotib qolgan bo'lsa, og'ir kasal bo'lsa, o'zi bora olmasa, uning nomidan kim harakat qiladi? Bunday holatda oddiy men o'g'liman deyish etmasligi mumkin. Notarial ishonchnoma, tibbiy ma'lumotnoma, vasiylik yoki homiylikka oid hujjat talab qilinishi mumkin. Masalan, megazin 2 yoshli ona yura olmaydi. Qizi uning pensiyasini olib keladi. Agar bank yoki organ shaxsiy tasdiq talab qilsa, qizda qonuniy asos bo'lishi kerak. Shunda jarayon tezroq yuradi. 4-nozik jihat. Hujjatlardagi bitta harf ham muammo bo'lishi mumkin. Masalan, pasportda ism Muhabbat, bankda Muhabbat, pensiya tizimida Muhabbatxon deb kiritilgan bo'lsa, tizim avtomatik moslashtira olmasligi mumkin. Tug'ilgan sana 05-03-1972 o'rniga 03-05-1972 bo'lib qolgan holatlar ham uchraydi. JSHR bitta raqamga xato kiritilsa, odam umuman boshqa shaxs sifatida ko'rinishi mumkin. Shuning uchun hujjatlarni tekshirganda faqat borku demasdan yozuvlar bir xil ekaniga qarash kerak. 5-nozik jihat, telefon raqami. Hozir ko'p xizmatlar SMS orqali tasdiqlanadi. Lekin keksa odamlarning raqami ko'pincha farzandi nomida bo'ladi yoki eski raqam ishlamaydi. Agar tizim sizga kod yuborsa, u kod sizga kelmasa, siz tasdiqlay olmaysiz. Shuning uchun pensiya yoki nafaqa oluvchi shaxsning amaldagi telefon raqami to'g'ri ko'rsatilgani muhim. Raqam boshqa odam nomida bo'lsa ham ayrim holatlarda ishlashi mumkin, lekin imkon bo'lsa, ma'lum
modlarni tartibga keltirish kerak. 6-nozik jihat. Firibgarlardan ehtiyot bo'ling. 15 avgustgacha identifikatsiya degan gap tarqalganda ba'zi firibgarlar odamlarni aldashi mumkin. Ular telefon qilib, pensiyangiz bloklanmasligi uchun karta raqamingizni ayting. SMS kodni yuboring. Plastik kartangiz parolini ayting. Biz sizni ro'yxatdan o'tkazamiz deyishi mumkin. Men qat'iy aytaman, hech kimga karta pin kodini, SMS kodini, bank ilovasi parolini bermang. Davlat organi yoki bank xodimi sizdan pin kod so'ramaydi. Identifikatsiya rasmiy joyda, rasmiy ilova orqali yoki rasmiy xodim ishtirokida qilinadi. 7-nozik jihat. Men oldin o'tganman degan javob yetarli bo'lmasligi mumkin. Siz bankda 1 yil oldin identifikatsiyadan o'tgan bo'lishingiz mumkin. Lekin keyin pasport almashtirgansiz, manzil o'zgargan, karta muddati tugagan, telefon raqami almashgan. Demak, ma'lumotlar yangilanishi kerak. Identifikatsiya bir marta umr bo'yi tugadi degan tushuncha har doim ham to'g'ri emas. Davlat to'lovlari bilan bog'liq tizimda ma'lumotlar doim dolzarb bo'lishi kerak. Endi eng muhim qism nima qilish kerak? Men sizga bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam, o'zingiz qaysi to'lovni olayotganingizni aniqlang. Bu yoshga doir pensiyami, nogironlik pensiyasimi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasimi, bolalar nafaqasimi, moddiy yordammi yoki boshqa ijtimoiy to'lovmi? To'lov turini bilsangiz, qayerga murojaat qilish ham aniqroq bo'ladi. Ikkinchi qadam, hujjatlaringizni tayyorlang. Asosiy hujjat pasport yoki ID karta. Keyin JSHSH raqami kerak bo'lishi mumkin. Bank kartangizni oling, lekin kartaning pin kodini hech kimga aytmang. Agar nafaqa yoki yordam oilaviy holatga bog'liq bo'lsa, nikoh guvohnomasi, bolalarning tug'ilganlik guvohnomasi, yashash manzili bo'yicha ma'lumot, nogironlik bo'lsa tibbiy mehnat ekspertizasi yoki nogironlikni tasdiqlovchi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Agar siz boshqa odam nomidan borayotgan bo'lsangiz, ishonchnoma yoki vakillikni tasdiqlovchi hujjatni tayyorlang. 3-qadam, eng yaqin bank filialiga boring. Ayniqsa pensiya yoki nafaqa pulingiz tushadigan karta qaysi bankdan ochilgan bo'lsa, o'sha bankdan boshlang. Bank xodimiga aniq ayting. Men pensiya yoki ijtimoiy to'lov olaman. 15 avgustgacha identifikatsiyadan o'tishim kerakmi? Ma'lumotlarim to'g'rimi? Tekshirib bering. Shunda xodim tizimdan sizning hujjatlaringiz, karta holati, telefon raqamingiz va shaxsiy ma'lumotlaringizni ko'rib beradi. Agar biometrik tasdiq kerak bo'lsa, joyida amalga oshiriladi. 4-qadam, agar bank bu masala pensiya bo'limida desa, tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. U yerga borganda ham umumiy gapirmang. Aniq savol bering. Mening to'lovim identifikatsiya talabiga tushganmi? Ma'lumotlarimda nomuvofiqlik bormi? To'lovim to'xtamasligi uchun hozir qanday ariza yoki tasdiq kerak? Agar xodim biror hujjat so'rasa, nomini yozib oling. Og'zaki eshitib chiqib ketmang, chunki keyin yana qayta borishga to'g'ri keladi. 5-qadam. Ijtimoiy yordam oladigan oilalar mahalla orqali ham tekshirish kerak. Mahalla raisi, hokim yordamchisi, xotin-qizlar faol yoki ijtimoiy xodim orqali oilangiz reyestrida qanday ko'rinayotganini aniqlang. Masalan, oila tarkibida allaqachon boshqa joyga ko'chib ketgan farzand turib qolgan bo'lishi mumkin. Yoki ishlayotgan odam ishsiz deb, ishsiz odam ishlayotgan deb ko'rinishi mumkin. Bunday xatolar yordam tayinlanishiga ham, davom etishiga ham ta'sir qiladi. 6-qadam, telefon raqamingizni yangilang. Agar sizning nomingizdagi raqam ishlamayotgan bo'lsa, bankda va tegishli davlat organida amaldagi raqamni ko'rsating. SMS keladigan raqamni nazorat qiling. Ayniqsa keksa ota-onangiz bo'lsa, ularning raqamiga kelgan xabarlarni tekshiring. Lekin yana bir bor aytaman, SMS kodlarni begona odamga bermang. 7-qadam, agar odam o'zi bora olmasa, oldindan vakillik masalasini hal qiling. Yotib qolgan bemor, yoshi katta, harakatlana olmaydigan yoki ruhiy holati sababli o'zi murojaat qila olmaydigan shaxslar uchun notarius, tibbiy muassasa, vasiylik organi yoki tegishli ijtimoiy xizmat bilan maslahatlashish kerak. Ba'zi holatlarda uyga chiqib xizmat ko'rsatish imkoniyati ham bo'lishi mumkin. Buni mahalla yoki pensiya bo'limidan so'rash kerak. 8-qadam, murojaat qilganingizni isbotlaydigan iz qoldiring. Agar ariza topshirsangiz, ariza raqamini oling. Agar elektron murojaat qilsangiz, skrinshot yoki ro'yxat raqamini saqlang. Agar hujjat topshirsangiz, qaysi kuni, qaysi xodimga, qanday hujjat berganingizni yozib qo'ying. Bu keyin siz kelmagansiz yoki hujjat yo'q degan tushunmovchiliklarda yordam beradi. 9-qadam,
pul tushadigan sanani kuzating. Agar odatda har oyning 5 sanasida pensiya tushsa-yu, bu safar tushmasa, darhol kutib o'tirmang. Bank ilovasini tekshiring. Bankka qo'ng'iroq qiling yoki filialga boring. Keyin pensiya bo'limiga murojaat qiling. Muammo qancha erta aniqlansa, shuncha tez hal bo'ladi. Bir oy o'tib ketgandan keyin ham tiklash mumkin, lekin vaqt ko'proq ketadi. 10-qadam qarindoshlaringizga yordam bering. Ko'p keksa insonlar identifikatsiya, biometriya, reyestr, JSHR degan so'zlarni tushunmasligi mumkin. Bu ularning aybi emas. Tizim murakkab, atamalar ko'p. Shuning uchun farzandlar, nevaralar, qo'shnilar yordam berishi kerak. Birga bankka olib boring. Hujjatlarni papkaga soling. Telefon raqamini tekshiring. 1 soat vaqt ajratsangiz, keyin bir oylik pensiya kechikishining oldini olasiz. Yana bir amaliy tavsiya, hech qachon oxirgi kunga qoldirmang. 15 avgust yaqinlashganda banklarda navbat ko'payishi mumkin. Pensiya bo'limlarida odam ko'p bo'lishi mumkin. Tizim sekin ishlashi mumkin. Agar hamma bir kunda bo'lsa, xodimlar ham ulgurmaydi, odamlar ham asabiylashadi. Shuning uchun bugunoq yoki ertagayoq tekshiring. Hatto sizga ogohlantirish kelmagan bo'lsa ham, ma'lumotlarim to'g'rimi deb tekshirtirish zarar qilmaydi. Agar to'lovingiz allaqachon bloklangan bo'lsa, nima qilasiz? Avvalo vahima qilmang. Bankdan sababini so'rang. Karta bloklanganmi? Hisob raqami muammomi, identifikatsiya kerakmi yoki pensiya organidan to'lov kelmaganmi? Agar bank bizga mablag' kelmagan desa, pensiya jamg'armasi yoki tegishli ijtimoiy organga boring. Agar identifikatsiyadan o'ting desa, shu jarayonni bajaring. Keyin to'lov qachon tiklanishini o'tgan oy uchun pul qayta hisoblanadimi yoki yo'qmi? Albatta so'rang. Odatda huquqingiz saqlangan bo'lsa, to'lovni tiklash imkoniyati bo'ladi. Lekin buning uchun hujjatlar to'liq bo'lishi kerak. Yana shuni ham bilib qo'ying. Sizga biror xodim tushunarsiz javob bersa, savol berishdan tortinmang. Qaysi qaror asosida, qaysi hujjat yetishmayapti? Qanday ariza yozaman? Qachon javob olaman deb so'rang. Fuqaro sifatida siz o'z to'lovingiz haqida ma'lumot olishga haqlisiz. Lekin muomala tinch, aniq va hujjat bilan bo'lsin. Baqirish, tortishish, xodim bilan janjallashish masalani tezlashtirmaydi. Aniq savol va to'liq hujjat ko'proq natija beradi. Xulosa qilib aytaman. 15 avgustgacha identifikatsiya masalasini e'tiborsiz qoldirmang. Bu ayniqsa pensiya oluvchilar, nogironlik nafaqasi oluvchilar, bolalar nafaqasi va moddiy yordam oladigan oilalar, hujjatini yaqinda almashtirganlar, telefon raqami yoki manzili o'zgarganlar, kartasini boshqa odam ishlatib kelayotganlar uchun muhim. To'lov bloklanishi ko'pincha pul butunlay yo'qoldi degani emas, lekin vaqtida harakat qilmasangiz, kerakli pulingiz kechikib qoladi. Men sizga tavsiya qiladigan eng to'g'ri yo'l: hujjatlaringizni oling, bankingizga boring, ma'lumotlaringizni tekshirtiring. Kerak bo'lsa pensiya bo'limi yoki mahallaga murojaat qiling. Ariza va tasdiqlarni rasmiy tartibda bajaring. Hech kimga karta paroli, SMS kod yoki bank ilovasi ma'lumotlarini bermang. Sizning hududingizda bu identifikatsiya bo'yicha qanday talab qo'yilyapti? Sizga SMS keldimi? Bank chaqirdimi? Mahalla ogohlantirdimi? Yoki hali hech qanday xabar yo'qmi? Fikringizni izohlarda yozing, boshqalar ham tajribangizdan foydalansin. Videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni pensiya yoki ijtimoiy yordam oladigan yaqinlaringizga albatta yetkazing.